Orol dengizi bir vaqtlari dunyoning 4-chi eng katta ko'li bo'lib, u hududdagi ekotizim va rivojlanishni ta'minlagan. Ammo bir necha 10 yillar ichida u o'z hajmining 90% ni yo'qotishi sababli Orol qum cho'liga aylangan. Klimat o'zgaruvi ham uning ahamiyati haqida ko'p eshitganmiz. So'ning bilan birga bugun biz uning guvohi bo'lmoqdamiz. Sol sababli biz bugun amaliy harakatlarda amalga oshirajaqmiz. Biz nafaqat ekologik muammolarni o'rganyapmiz, balki yechimning bir qismiga ham aylanmoqdamiz. Bu yerdagi joy juda og'ir. Qishda bo'lsa qattiq sovuq, yozda bo'lsa juda issiq. Hech narsa o'smaydiganday bo'lib tuyuladi. Biroq bu yerda texana seksiyul o'sadi. Ilmiy ati bo'lsa Halayxon Amadantron. Orol dengizining suvi qurib qolgandan so'ng millionlab gektar yerlar zaharli cho'llarga aylandi. Har yili shamollar dengiz tubidan tuz, qum va changni ko'tarib, mintaqa bo'ylab odamlarning salomatligi, qishloq xo'jaligi va ekotizimlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Seksiyul ajoyib o'simlik. Uning ta'mlari ag'aldi deb yerning shingil tubiga kirib ketadi. Bir seksiyul bir necha tonna qumni to'xtatib, shamg'oronlarni azaytishga yordam beradi. Bir tub terigi azayib ko'rinishi mumkin, biroq minglagan teraklar butkul yer ko'rinishini o'zgartira oladi. Bugun o'zga xos faxr hissini his qilyapman. Bu mening kelajakka qo'shgan hissam. Iqlim o'zgaruvi mashg'ulotlarini bugungi kunda hukumatimiz bilan birgalikda xalqaro shirkatlar tarafından shishilib o'tirgani ko'ruv juda ham quvonchli. Bugun biz maktabga shekemga ham maktab bilim beruu ministrligi vakillari usullarda Birleşken Milletler Şirketining Aral tengizi bo'yicha bag'darlamasi ham yoshlar ham iqlim bilimi jo'ybari bilan birgalikda qatnashib o'tiramiz. Biz yosh yashil elchilarmiz. Harakatimiz aynan shu yerdan boshlanadi. Iqlim o'zgarish harakatlari bo'yicha qo'llanmadan o'rganganlarimizni oilamiz, do'stlarimiz va jamiyatimiz bilan bo'lishamiz. Iqlim o'zgarishi faqatgina muammolar degani emas, bu harakat degani. Biroz vaqtida biz bu yerlarga aylanib kelamiz. Ham sol kezi to'g'aylarga aylangan yerlarda ko'ruvimizga isinamiz. Biz ekosistemani tiklaymiz, ham tabiatga o'z umrini qaytaruvda qalaymiz. Bir kun kelib albatta kimlardir shu joyda turib qum o'rniga daraxtlarni ko'radi. Ular bu joy qachonlardir bo'mbo'sh bo'lganini bilmaydi. Mana shu biz bugun barpo etayotgan kelajakdir.